Qadrli avlodliklar, assalomu alaykum. 1-2 kun oldin tumanimizda yangi sushi bar ochilgani haqida video qo'ygandim. Bu video ko'pchilik uchun qiziq bo'lib, like bosib, obuna bo'lib qo'yganliklari uchun endilikda sushi bari oldiga kelib, mana ichkariga kirib, ichini bir obzorni qilib o'tamiz. Xo'p, eshikdan kirganda zal, umumiy ovqatlanish joyi. Bu yoqda mana alohida e'tibor qaratib o'tish kerakki, dizayniga gap bo'lishi mumkin emas, juda ham chiroyli qilib taxlangan. Yana bir narsa, bu yoqda mana ko'rib turganlaringizdek ikki qator mijozlar uchun stol, stulchiklar ham chiroyli ko'rinishda qo'yilgan. Yana bitta qo'shimcha, kechqurun tashqarida ovqatlanishni xohlaganlar uchun ham mana toza havoda o'tirish xohlaganlar uchun tashqariga ham sharoitlar qilib, joy qilib beriladi. Suvlar sepilib, toza salqin havoda tashqarida o'tirish ham mumkin. Bu yoqda ichkarida yozgi issiq kunida mana konditsionerli xonada, salqingina xonada o'tirib ovqatlanishga nima yetsin. Bu yerda mana o'zim uchun 130 ming so'mlik set zakaz qildim. Bu setimizni hozir opamizni chaqiramiz. Birma-bir opamiz buni tushuntirib, tanishtirib o'tadilar bizlarga. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Asosan bu setimiz 130 ming so'mlik set. Bunda asosan zapechonli kureni, ya'ni tarkibi bodring, tovuq hamda olib yaqindan ko'rsatsangiz. Tvorojniy mayonezdan iborat. Gap yo'q. Keyingisi mana bu porsiyamiz, bu spicy tempura deyiladi. Buni ichida krabl palochka, bodring va mayonezlari bo'ladi. Aha. Asosan bu achchiqcha souscha bilan beriladi. Bu ham ko'pchilik mijozlarimizga yoqadi. Mana bu esa eng mashhur Philadelphia Light porsiyamiz. Bunda asosan limon bilan va wasabi bilan iste'mol qilinadi, chunki bu marinad qilingan baliq. Bu yoqda 130 minglik setimiz, mana bitta kola ham qo'shib beriladi. Xo'p, bundan tashqari sushilar necha xil opa turda bor sizda? 20 xil turda taxlimiz, tayyorlaymiz asosan. 20 xil turda sushilar. Saboy, dastavka hamma xizmatlarimiz bor. Saboy, dastavka xizmatlari ham mavjud ekan. Bo'ldi. Asosiysi mana hurmatli kuzatuvchilar, sushi taomlari mana shu ko'rinishda. Hozir 130 minglik set, bu yoqda bitta qo'shimcha kola aytiladi. Bundan tashqari 4 talik, 5 talik setlarimiz bor. Kosmos, Tokio, setna zapechonli setlarimiz ham bor. Kelib bemalol iste'mol. Opa mana shu kanaldan obuna bo'lib kelgan obunachilar uchun ham alohida bir skidka qilib berasizmi? Skidka qilib beraman bemalol. Bo'ldi, rahmat opa. Manzili yana bir bor eslatib o'taman. Manzil bu yoqda mana chiqishda ko'rsatib o'taman. Zahrotuni yonginasidagi bino, yon qo'shnisi deydimi shunday. Zahrotuni yonginasidagi bino sushi mana. Rahmat hammaga.